Assalomu alaykum hurmatli yaqinlar. Xayrli kech barchangizga. Mana biz navbatdagi obyektimizga keldik. Bu obyektimiz Samarqand viloyati Pastorg'onda bo'lyapti. Xo'p, uyi go'zalligiga baho beringlar akalar. Dizayniga baho beringlar. Hammamizga shunaqa o'ylarni qilish nasib ro'za aylasin ilohim. Xo'p, bu tosh ishlarini ham o'sha hammaga mashhur Samarqandga mashhur akamiz qilib berganlar. Mana dizayn qilib o'zlari. O'zgacha holatda mana. Xo'p, bu yerda biz lisensiya ishlarini qilib berganmiz. Hovlining oldi qismiga va xatnolga mana bu holatda qilib lisensiya tushirib berdik mana. Yo'llarga bordyurcha qildik. Xo'p, stupenkalarimiz ham sal avvalgi holatda bo'lgan. Hozir to'g'ridan ko'rinmaydi, men yondan ko'rsatib o'taman. Xo'p, akalar, mana yondan ko'rsatganda mana 100% ko'rinadi avvalligi. Mana shu holatda bo'ladi akalar. Mana yaqinlashtirib ham ko'rsataman mana. Juda o'zgacha ko'rinishda bo'ldi. Egalari ham juda ham xursandlar, rozilar. Akalar, kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Doimo xizmatdamiz akalar. Nafaqat Samarqand shahar, to'la rayonlargacha chiqib xizmat ko'rsatamiz. Sifatiga kafolat beramiz. Xo'p, ichkarida ham lisensiyalarimiz bor. Endi hozir qorong'ilik qilmasa ko'rsatib o'taman. Xo'p, akalar, sal qorong'ilik qilyapti. Hozir men tevadan ko'rsatib o'taman. Bu yerga ixchamgina qilib, o'sha eni 1 metr bo'ldi, balandligi 16,5. Stupenkaning tevasi 30 bo'ldi. Bu yer plashatka. Mana holatlari, yon ko'rinish holatlari. Sifati yaxshi, defekt yo'q akalar. Aloqa chiqaverasizlar, doimo xizmatdamiz, sog' bo'lasizlar.